Voy, jinimsin. Ertalabdan kim telefon qilyapti, la'nati. Jimsizib turib olay. Voy, jinimsin kim ekan-a? Jinimsin. Xo'sh, korоче, qani olamiz. Kvartirani egasi ekan, ko'rinishlar. Xo'sh. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sen bugun mendan to'lamsan balki. Ya'ni kvartirani qachon pulini berasan? Babat, endi nima desa, sharoitim og'ir bo'lishdi, shunga bir hafta imkoniyat beribdi. Shu bir haftada qaytaraman. Ukam, 2 oy bo'libdi bermaganiga. 2 oy bo'ldi-da, endi qilmagin tez. Xo'p, bir hafta imkon bering, qilib beraman xudo xohlasa. Bo'pti, charchamang. Voy, jinibsin. Hammaga salom, sizlar bilan men Steve Minecraft bilan ko'rib ertalabdan mazza qilib uyquni buzdi. Mana bu odam kvartirani egasi. Xo'sh, pulini so'rayapti. Endi qanday qilib beraman buni ishlar? Chunki mayli ko'chadan qidirib bir ish qidirmasam bo'lmaydi. La'nat. Mana bu sundugdagi narsalar ham avenda hammasi. Mana bu narsalar meniki faqat. Jinibsin, mayli. Xo'sh, bu uyni egasiniki. Unutmasam telefonimni ola qolaman. Mayli, bironta ish qidiraman. Xo'p, yaxshi. Janob merdan so'raymizmi? O'tga akadan so'rasam balki. Kimdan so'rasam, ish kerak bizga. Xo'sh. Kavatlarni istan yushmazda. Qoch, to'g'rishda qoch. Mayli, men bor ekan uyda. Uyda yo'q, jinibsin. Mayli. Endi ufukxona jinibsin. Qanchalik yaxshi jang bo'ladi bu yerda. Choq. Mayli, xo'sh. Assalomu alaykum, Said aka, yaxshimisiz? Yaxshiman ukam. Sen bilaman, sharoiting og'ir, ish qilib yuribsanmi? Qayerdan bilaysan? Men ish qilib yurdim. Mayli, bitta ukam bor, u senga ish beradi. Ishlaysanmi? Qanaqa ish? Do'konchi bo'lasan. Ya'ni do'konga ishga olasan. Do'konga ishga oladimi meni? Ha, oladi, o'rniga bor. Ana o tarafdami? Ha. Bo'pti, rahmat Said aka, bo'pti, borib ko'raman. Telefon nomerini bering. Yo'q, 99lik 221 221 0334. Bo'pti, rahmat sizga kabi Said aka. Mayli, ketdi. To'satdan Said aka chiqib qolaverishdi. Mayli, mana ke o'sha odam. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ish so'rab kelganmidisiz? Ha. Ish so'rab keldim. Said akani ukasi bo'lsangiz kerak. Ha. Qabuchi do'konga ishga olaman. Xo'p, do'konga ishga olaman. Ishga olaman. Xo'sh, necha puldan to'layman? Endi kelishsak, men $300. $300. Mayli, men roziman. Bu yaxshi gap, bo'pti. Ana o tarafda-chida do'kon. Ha, hozir siz bilan kelishamiz. Bo'pti, boshlang. Bo'ldi, rahmat. Ishga olindimmi? Ha, olindingiz. Bo'ldi, kaptasi pultalarim kabichi bo'ldi. Katta o'g'lishga ishga olindim. Kabichi. Qaqqa ishga emassan desanglar, men do'konchi bo'laman o'g'lishlar, to'xtanglar. Do'konchi bo'lamiz kabichi, biz do'konchi bo'lamiz o'g'lishlar. Mayli, do'konchilik ishni boshlaymiz. Mana bu do'kon, tabuzlar ketdi-yu. Tabuzlar do'kon. Voy, xo'sh. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz ishga olindingizmi? Men kassada o'tiraman. Kassada o'tirasizmi? Men ham shu ishlayman kabichi. Amendagami? Ha, amendaga ishlayman bu yerda kabichi. $300 to'lasizmi? Ha, $300. Hozir bironta savdo bo'lgani yo'qmi? Yo'q, hali savdo bo'lgani yo'q. Yangi ochdik o'zi.
Xo'p, mayli, mana bu tarvuzlarni narxi yaxshi. Bu yerda nega bo'sh? Masalliqlar olib kelishyapti, bozorda g'oz keladi. Yaxshi. Ichimliklar qayerda? Ichimliklar o'sha Ular yaxshi. Mana aka. Shunday narsalar bor ekan. Ichimliklar ham zakaz qilganmidingiz? Ha. Xo'p, mana bu ichimliklarni ko'p topsizlar, mana aka. Juda yaxshi, xabarlashlar mayli. Biz do'konchi bo'ldik shu bilan. Endi klientlarni kutamiz. Bu yerda stolcha yo'qmi? Stolcha yo'q. Mayli, mana bitta cho'nqay bo'lsam o'tiraman-da, video ko'raman. Xo'sh, kabachi. Voy yaxshi, voy. Jinsi yutqazib klient kelibdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Menga 2 ta non bering. 2 ta non, keyin 10 ta tuxum. 10 ta tuxum, mayli. Siz pulni olsang. Hop, pulni bering. Hozir. Xo'sh, kabachi, nima deydi? Sizga 2 ta non, ha. O'zi bo'lish mayli, 2 ta non, 10 ta tuxum. Hozir beraman. Xo'sh. O'zi bo'lishdan. Mana aka, sizga hozir beraman. Bering, paketga solib iloji bo'lsa. Hozir. Pulni ber. Mana aka. Oppa, yaxshi. Mayda bilakan, mana birinchi savdomiz 64 ming so'm. Mayli, qaytimga rozi bo'lib qoldilar. Shuncha ham pul berakan. Ritil boyvachchaga o'xshaydi. Ha, boyvachcha. Mayli, kabachi. Kassa desang yaxshilab qara. Hozir men bitta joyga o'tib kelishim kerak. Bir joyda hozir kelaman. Xo'sh, kabachi. Voy jinabsin. Hozir siz jinabsin. Mayli, voy jinabsin, omonashlar yo'q. Lanati qochish kerak mendan. Qoch. Yaramas, qoch. Kimniga olayim bo'lsin kim? Do'stim. Jinabsin, menimcha ketdi. Hozir kelamiz mana bu yerda. Uyimni shunchalik o'margim kelyaptiki, tabuzlab. Jinabsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, sizga nima beray? Janob, nimaga bunday g'alatisiz? Kabachi, menga hozir do'konda kirib olay, gaplashamiz. Tarvuzlaring nechi pul? Jinabsin. Tarvuzlar 18 mingdan. Sho'l olmayman. Nahoy, menga bir narsa kerak. Nima? Sigaret bormi? Bor, lekin 2 dona qolgan. Yo'q, menga pachka kerak. 2 dona. Menga qara. Qo'rqib ketding-a. Hozir o'lasan. Tez qani pullarni chiqar. Jirosa politsiya chaqirib ket. Nima? Politsiya yo'q. Politsiya mana buni o'tkirlikni ko'ryapsanmi? Oling. Sandiqda. Bu yaxshi sandiq. Boshliq kelsaydi. Nima? Oy bola, boshlig'ingni chaqirib ko'rma. Dovlab, tez yana bir kassadan ber. O'zingiz oling. Tushunmadim, nima deyapsan? O'zi mana bitta ko'rasan menda. Bo'ldi. Hozir. Tez bo'l, jinabsin. Asabimda o'ynama. Bilasan-a, o'ldirib qo'yaman. Bu yaxshi, ajoyib, aqlli bola ekansan. Mayli. Xafa bo'lma, hali borib ketasizlar. Kabachi, hali ko'rasan mendan. Yana seni o'maraman. Mana bu goshingdan ham oldim. Bo'ldi, tez keting. Nima, hali olaman narsa do'koningdan. Xo'sh, mana bunaqalardan, mana. Shunisi sochib taylamang. Shonaq uchun kerak emas. Mana bunga ham qo'y. Mana boshqani ketdi, bosni oldida borishimiz kerak. Yomg'ir ham tushdan bola kelib qolmasdan oldin. Bo'ldi, jitil, mana xavotir olma. Nima bo'ldi?
Bo'pti, yetib boryapman kiyimni almashtirdim. Bo'ldi obunachilar. Yana hammaga salom. Sizlar bilan Steve bo'laman. Mayli, Jetil aytdiki, magazinda o'g'irlik bo'libdi, ya'ni uni qo'rqitibdi. Kim bo'lsa ham kim qo'rqitibdi? Jimabsan. Axir kameralar bo'lishi kerak. Mayli. Xo'sh, mayli, mana keldim do'konga. Nima qilyapti bular? Tushunmadim. Jetel. Nima giymisan? Tushunmadim. Hozir bitta ayol bilan o'pdingki, padavingga limonadani. Qoch. Jinibsan. Nafs olasizlarmi? Ha, hozir och qoldim. Bo'ldi, bovlaving, pulini berganmisan. Nima bo'ldi, chaqirib turgan ekansan? O'ldirmoqchi. Seni o'ldirmoqchi bo'ldimi? Men shunchaki kiyimni almashtirdim. Xolos, qani pul tushdi kam. Oho, axir biz boyib ketdik, Jetil. Millionermiz, ko'p pullarni qaba ko'pligini. Jinsan. Mana va ko'pligida, lekin u borib ketdi bizni kassadagi hamma pulni. Xavotirma, hech bo'lmasa kameralar yo'qmi bu yerda? Yo'q-da, jinsan. O'shani aytyapman. Jinibsan, obrashlar. Menga bitta tarvuz berib, hozir borib chiqib beramiz. Donasidanmi? Ha. Pulini beramiz. Qochib tig'laving, kabichi, o'zi savdo hozir beramiz. Yaxshi. Pulini to'lab qo'ydik. To'ladimmi, Jetil? Ha. Mana sal tarvuzingni ol, kabichi. Mana Rahmat. Avzimidi kabuchi obunachilar, mana videosi qo'yishda albatta video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Ko'p turibsizlar do'konda o'g'irlik bo'libdi. Ko'p turibsizlar, mana o'g'irlik bo'ldimi? Albatta o'g'rini topaman. Nima qilib bo'lsa ham topaman o'g'rini. Shunchaki men chiqqandim, obunachilar. Ozgina o'rtoqlarim bilan ketib qoldim shaharda va qishloqqa keldim. Shunaqa bo'ladi. Bozorliqlar kelmadimi? Yo'q, endi keladi. Jinibsan. Yomon yutar bo'lgan. Mayli, telefoning bormi? Bor, S25 oldi men. Yo'q, meniki Redmi-Note 10 Pro. Redmi yo'q meniki. Yuri, mayli, qani, davay. Qo'shil Minecraft birga o'ynaymiz. Mayli. Hamma sizlar albatta like bosib kanalga obuna bo'lib qolinglar. Qani bo'lsam ketdi, davay, ulan.